hozirgacha node completion, ya'ni gap filling va true false not given va yes no not given questionlarni ko'rib bo'ldik. Bularda passage one'larni butunlay cover qildik desa ham bo'laveradi, chunki passage one'da 95% holatlarda true false va node completionlar, ya'ni gap fillinglar keladi. Endi bugun hozirlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam, biz passage one'ni ishlayotgan paytimizda qanaqa testga yondashsak, qaysi usulda ishlasak kamroq vaqt sarflaymiz va birorta savolni o'tkazib olmaymiz. O'sha narsani tushuntiraman. Va bu narsa passage 2 da ham bor, passage 3 da ham bor. Hamma passageda har xil bo'ladi, farq qiladi. Umuman boshqa yo'lda ishlasa ham bo'laveradi. Bu hozir faqat o'zimni experience'imdan kelib chiqib, o'zim uchun yaratib olgan usul desa ham bo'laveradi. O'sha narsani tushuntirib bermoqchiman, o'rgatib qo'ymoqchiman. Bu ancha qo'l keladi. Chunki ba'zida sal savollarni tartibi boshqacharoq kelgan paytda qiyin bo'lib qolishi mumkin. Mana hozir Cambridge 14 test ikkinchi testini ochdim. Birinchi passage. Shu yerda aynan shunaqa hozir tushuntirmoqchi bo'lgan narsam kuzatilgan. Odatda birinchi mana 8 talik savol true false bo'ladigan bo'lsa, bular tekstni birinchi qismida kelishi kerak. Keyingi gap fillinglar tekstning ikkinchi qismida kelishi kerak. Ko'p aksariyat holatlarda shunaqa bo'ladi. Lekin agar unaqa bo'lmay qolsa, o'quvchilar vaqt yo'qotib qo'yadi. 8-savolgacha true false ishlagandan keyin 9-savoldan boshlab turib qidirishni 8-savoldan keyin qidirishni boshlaydi. O'sha narsa xato hisoblanadi. Bu ikkala savol turi true false not givenlar o'zaro o'zini ichida ketma-ket keladi, in orderda keladi, ya'ni 1 dan 8 gacha har doim bir xil bo'ladi. Ketma-ket bo'ladi, ya'ni ikkinchisi gap fillinglar 9 dan 13gacha bo'lgan savollarning hammasi bular ham ketma-ket keladi. Lekin bitta narsa bor. Bular bir-biriga kirishib ketishi mumkin. Ya'ni birinchi savoldan keyin bu yoqda 10-savol kelishi ham mumkin va 9-savol kelishi ham mumkin. Keyin ikkinchi savol kelib turib, keyin bu yoqda 11-savol kelishi ham mumkin. Aralash bo'lishi mumkin bir-biriga. Shuning uchun ishlashni sal boshqacharoq qilib o'zgartirishimiz kerak. Undan ham eng muhim narsa, nima uchun bu usulni hozir o'rgatmoqchiman. Shu yo'l bilan hozir o'rganib tursak, passage 2 va passage 3 dagi question type'larni tushuntirgan paytimda xuddi shunaqa ishlashni o'rgataman. Bu birinchi passageda unchalik ham vaqtni tejab bergani sezilmasligi mumkin, lekin passage 2 bilan passage 3 da juda katta vaqtni tejab beradi. Shunga moslashib turamiz hozirdan o'rganib. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda readingni ochgan paytimizda mana birinchi passageni ochdik. Birinchi qiladigan ishimiz true false not given mana savolini, birinchi savolini va ikkinchi savolini o'qib olishimiz kerak bo'ladi. Nima haqidaligini, ya'ni Henderson rarely visited the area around Press Estate when he was younger. Mana ikkita keyword belgilab oldik. Ikkinchi savol. Henderson pursued a business career because it was what his family wanted. Demak, oilasi xohlagan uchun biznes karyerasini u davom ettiribdi degan savol berilgan. Endi ikkita savolni o'qib olganimizdan keyin tekstdan qidirishga tushmaymiz. Keyingi savol turiga o'tib turib, buni keywordini qidirib olamiz. Ya'ni Alexander Henderson was born in Scotland in 1831. Father was a deyilyapti. Ya'ni otasi kimligini aytish kerak ekan. 1831-yil bu yerda keyword. Otasi kimligini topish kerak ekan. Biz 3 ta informatsiyani oldik. Demak, true false da ikkita savol va bu yoqda gap fillingdan birinchi savolni oldik. Endi o'qish boshlash kerak, boshidan boshlab turib. Alexander Henderson was born in Scotland in 1831 and was the son of a successful merchant. Mana e'tibor bersanglar, xuddi shu joyiga mana keldik. 1831-yil degan narsani uchratdik va successful merchant, ya'ni muvaffaqiyatli savdogarni o'g'li bo'lgan degan narsa keldi. E'tibor beramiz. Birinchi bo'lib 9-savolning javobi kelyapti bu yerda. 9-savolning javobi kelyapti. Undan keyin mana endi kelishi mumkin birinchi va ikkinchi savollar yoki keyinroq ham kelishi mumkin. Bu yerda yaxshilab tushuninglar. In orderda bo'lish kerak edi, tartib bilan bo'lish kerak edi. Unaqa bo'lmayapti deb tushunishi mumkin ko'pchilik. Yo'q, tartib bilan bo'ladi haqiqatan. Mana 9-savoldan keyin 10 keladi.
keyin 11, keyin 12 javobi keladi. Bular ham xuddi shunaqa tartib bilan bo'ladi, lekin ikkalasi bir-biri bilan aralashib ketishi mumkin. Shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Buni javobini yozib o'tirmayman. Chunki hozir maqsadim true false'larni va gap fillinglarni javobini topib ishlab berish emas. Qanaqa usulda yondashish bunga. Endi nima uchun bu yerda true false'da ikkita savol o'qib oldik? Bitta emas. Chunki odatda o'quvchilar birinchi savolni javobi not given bo'lgan paytida juda ko'p vaqtini yo'qotib qo'yishadi. Birinchi savolni javobini qidirib turib. Agarda birinchi savolni javobi not given bo'ladigan bo'lsa, u yerda qaysi bir element berilmaydi va o'quvchilar qidirib o'tiraveradi, vaqt ketaveradi. Shuning uchun ikkita gap, ya'ni ikkita savol o'qib olish kerak edi. O'sha ikkita savoldan boshlab turib qidirish kerak. Davom etish kerak. Yana bu yoqda birinchi savolda demak Henderson rarely visited the area around Press Estate when he was younger deb berilgandi. His grandfather, also called Alexander, had founded the family business, later became the first chairman of the National Bank of Scotland. Family had extensive land holding in Scotland. O'qishda davom etamiz. Mana Press Castle keldi va Press Estate ham keldi mana bu yoqda. Press Estate ham keldi. Demak, birinchi savolning javobi hozir shu yerda kelish kerak. U yosh bo'lgan paytda Press Estate'ga qanchalik ko'p yoki kam tashrif buyurgan. Family often stays at Press Castle, a large mansion on the northern edge of property. Alexander spent much of his childhood in the area. Yoshligining ko'p qismini o'sha yerda o'tkazgan ekan. Bu yerda rarely visit deb aytyapti. Demak, javobi birinchi savolning javobi false bo'lar ekan. Birinchi savolning javobi false bo'lar ekan. Bo'ldi, mana birinchi savol topildi. Endi bizni qiladigan ishimiz ikkinchi savolni hali qidirmasdan turib 3 ham o'qib olishimiz kerak. To'liq o'qishimiz shart emas. 1865-yil mana keywordni belgilab olsak bo'ldi. 1865-yil hali bu atrofda yo'q. Demak, 3-savol anchagacha kelmaydi hali bu yoqgacha. Shuni aniqlab olamiz. Bo'ldi, 2 dan boshlab ishlab ketaveramiz va parallelni esdan chiqarmasligimiz kerak. Keyingi savolning javobi 1866-yildan keyin bo'ladi. Bu yerda hozir nima qildik biz? Biz o'zimizga expectation qoldik, qaysi savolning javobini qachon uchratishimiz haqida. Demak, 9-savolning javobini merchant deb yozgandan keyin, birinchi savolning javobini false deb yozgandan keyin, ikkinchi savolni qidirayotgan paytimizda biz 3 ga e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak. Bu nima uchun? Chunki ikkinchi savolning javobi not given bo'ladigan bo'lsa, yana vaqtimizni yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun 3-savolning javobida mana keyword 65-yil, ya'ni bu bizga yordam beradigan so'z hisoblanadi. Shu 65-yil degan so'z bu yerda turgan, yil turganligi uchun biz demak 65-yil kelmaguncha 3-savolga e'tibor qaratmay qo'yaveramiz. Bu yoqda bo'lsa 66-yildan pastda bo'lar ekan keyingi savolimizning javobi. Demak, o'sha 1865-yil kelmaguncha biz faqatgina ikkinchi savolning javobini qidiramiz xolos. Bu ancha bizga qulaylik yaratadi, keyingi savollarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Xuddi shunaqa tarzda yechish kerak birinchi passajlarni va parallelni olib ketish kerak. Keyin 1865-yilga tushgandan keyin 1865-yilga yetib borganimizdan keyin mana 1865-yil. Shu yerdan boshlab o'qib ketamiz va mana bu yerga kelganda bitta 3-savolni eslab olishimiz kerak nimaligini va bu yoqdan 10-savolni qarab olishimiz kerak. 10-savol sal pastroqda keladi, lekin parallelni olib ketamiz ikkalasini va o'qib turib belgilab ketaveramiz. Xuddi shunaqa ishlansa, vaqt ham kam ketadi va birorta savol o'tkazib yuborilmaydi, ortiqcha vaqt sarflashga kerak bo'lmaydi. Bu readingda 30 sekund ham juda katta ahamiyatli, chunki o'sha 30 sekunddan 4 ta savolning javobini qidirgan paytimizda 2 minut vaqtimizni yo'qotib qo'yamiz. Bu 2 minut juda qimmatli vaqt hisoblanadi IELTS readingda.